Kalpeda nasoslari obyektda. Kalpeda. 4 ta kachol qo'yilgan. 4 ta kacholdan podacha obratga olib gidrostelka kelgan. Gidrostelkadan pastga shaxtaga tushgan, binoga ketgan keyin. O yoqqacha nechidir metr ketgan, uni ko'rsataman. 3 ta nasos qo'yilgan. 3 ta nasos qo'yilganining sababi basseynda bu. Bassenda kunni issiq kuni, sovuq kuni bitta kachol, ikkita kachol ishlaganda nasoslarni ham bittasini, ikkitasini ishlatib, mощностьga to'g'rilab, regulirovka qilib olish uchun maydalab qo'yilgan. Bitta rabochiy, bitta rezervni qo'yib qo'ysa, bitta rabochiy degani bu 4 ta kacholimiz hozir bizda 4000 kilovat bo'lsa, bu 4000 kilovat tashiydigan. Bu yerda bo'lsa, o'z har xil qilib qo'yilgan, har xil 1000 kilovat, 1,5 2000 kilovat tashiy oladigan qilib qo'yilgan. Расширительный baklari Kachenniniki. Kachenni и Kachennining shit управленияsi. Ana garelkalar hamma narsalarga qo'yib chiqilgan. Masalan, nima yoqib bilinib turadi, nima o'chiq bilinib turadi. Obyekt sarf hisobi. Nechta nima qo'yilgan ko'rsatib chiqamiz. Mashaatli kondensat liniya deydi buni. Podacha 70 gradus ketsa, obratga qaysidir paytlarda 40 gradus kelib qolsa, o'rtadagi raznica 30 gradus yo undan oshib ketsa, kachol termoshokka uchrab, tellab ustidan suv oqishni boshlaydi, yig'lashni boshlaydi. Ya'ni ichidan sovuq suv yursa, tashqari issiqligida terlashni boshlaydi. Bankalarda ham xolodilnikdan chiqqanda, terlab yig'lashni boshlaydi. Ana o'shanaqa paytda shunaqa bo'lmasligi uchun bu podachadan olib turib, bu nasos obratkaga qo'shib yoradi, o'zi qo'shib yoradi. Suvdan qo'shib turadi. Kerak bo'lganda, kerak emas bo'lganda, ochiq bo'lganida mana obratnik klapan buni o'tib ketishini oldini olib turadi. Bu qachon ishlaydi? Qachonki obratga pastga tushib ketsa, uni qatdan biladi. Mana bu pagrijniy termostatdan ko'ryaptim, pagrijniy termostat qo'yib qo'yilgan. Mana shu pagrijniy termostat nechidir gradusga qo'yiladi. Podacha 70 bo'lsa, obratkani masalan 45 ga qo'yib qo'yadi-da, 45 dan tushib ketsa, nasos ishga tushsin deb qo'yib qo'yadi. Shu payt kerak bo'lganda bu o'zi ishga tushib turadi. Vaqti-vaqtida shunda kachol tellamaydi. Podachadan obratga suv qo'shib turadi. Katta kachelni qilganda shunaqa narsa ishlatsanglar bo'ladi. Bular basseynchilar liniyalari. Tepan basseyn juda ham katta. Shu basseynni suvini aylantirib turibdi hozir bular. Biz bularga shit yig'ib berganmiz servisimiz bilan. Mana boyagi shaxtamiz. 4000 kilovat quvvat tashiyotgan shaxtamiz. Ana chiqqan joyi bor, devordan ko'rinib chiqqan joyi ketdi. Bu yerda kollektorimiz bor, o'shanga ketgan mana. Ana shitni o'rnatishyapti. Har galgida elektriklar na vысоте. Pojarniy nasosi elektr energiyasini mana gulab qo'yishdi. Pojar bo'lsa kimdir kelibda ko'tarib qo'yish kerak ekan. Xo'p. Har galgida nasoslardan noto'g'ri foydalanib, ikkitasini kuydirishibdi. Ana yo'ldan 4000 kilovatni olib kelyapti. Bu yoqqa filtrlar qo'yilgan, общийga и katta nasoslar qo'yilgan. Har bitta nasos har xil joylarga vetkaga ketavergan. Bitta rabochiy, bitta rezervniy. Kalpeda nasoslari ishonchli nasos bo'lgani uchun shunaqa katta obyektga kalpeda qo'yishgan. Nasoslarni ishonchliligini bitta isboti mana katta kilovati yoniga kelsa shovqini bor. 7,5 kilovatli nasos. Bu 120 tonnali nasos. Mana bu yerda shovqini eshitilmayapti bu nasos. Kimning nasosi shunaqa? Ana eshitilyapti menga. Eshitilmayapti. Endi bu yerda mana bu vent ustanovkalar, boshqa ustanovkalarning ovozi eshitilyapti, lekin nasosning ovozi juda ham kam mana. Buna katta nasos boshqa brendlar unaqa emas. Bu Kalpeda eng ishonchli nasoslardan.